Mening ismim Adam. Etner padşahlığının şahzadesi. O yerda sırlıq Galiskar qalasi var. Bu yolvas mening eng yaxshi do'stim. Menda sırlıq kuch-quvvat bor. Lazım bo'lganda shamshir qattiq to'layman. Manga kuch-quvvat ato Bu çağda yolvaz, eriş yollusuga aylanıdı. Men Hiymanga, alemdeki en kudretlik adamga aylanıman. Mening o'zgarish sirimni do'stim Shatutberi so'zsiz. Yasavul, Dinkin va Oko 3 kishini biladi. Biz birlikda razillik manbai Ilanta qalasini kelgan olvaslar bilan kurash qilamiz. Dada, yaxshi bo'lib qoldingmi? Xeyli yaxshi. Sening aciz chaqdiring bo'ladi ekan, ha? Aks ta'sir ojizlik hisoblanmaydi. Qari chaqlaq faqat sal-pal aks ta'sir ko'rinyotdi. Jiddiy ahvol. Kuchirbagin. Tosma buzildi. Cho'ng suv kelyotdi. Ekkim shiddatlik. Ahvol bek jiddiy. Darhol boray. Yaxshi, men qilib qilib ordini qo'g'day. Kel eriş yollusu. Sizlar nega borsizlar? Endi isimga keldi. Yani bazı işlerimiz bor ekan. Ha, davomli ahvol ko'rilsa sizlarning ishinglar chiqib qoladi. Mana bu yerda eriş yollusu. Oho, rosa uxlaydigan joyga. Ha, buni keyin o'ylashayli. Seningcha, Mundaq qilayli. Lanman, bu hareket kelmedi. Bu o çöpler qayoqdan keldi? Bilmayman, biroq hozir buni tozalashga vaqt yo'q. Yaxshisi kichigina harakatlantiraylik. Xiyma. Yaxshimisan Lanman? Yasavul, yordam kerakmi? Ko'midingmi? Biz mangayli. Eriş yollusu, u yoqqa qara. Qizillar! Do'stim, sen berib bir taraf qila olamsan? Chatoq yo'q. Qizillar! Yaxshi oldu. Ben seni dal shu yerda, oldin hayda. Balki qor ko'chsa, yangi to'sma paydo bo'lib, suvni to'sib kelishi mumkin. Bu bexatarlik. Ondaqda taşlarni ko'pirish kerak. Yaxshi. Yaxshi harakat keldi. Birinchi quvvatni sinab baqayli. Uyimi bo'ldi, qara. Yaxshi, davomlashtirsa qandaq? Yana aylantirish kerak. Albatta shundoq. U qori bo'ron paydo qilib ushoq toshlarni duyulaydi. Seningcha, hiliqi boshliq kiyib olgan odam tuniga sizlarga urug' setib bergan kishi ekanda. Shundoq, kun patay deganda bu bir xil o'simlik hamma narsaga foyda qildi dedi. U yana sizlar to'smini sinab teringlar dedi. Biroq bugun qarsak pelak tortib hamma yerni bir opdi. Yana to'smini buzishga boshlabdi. Bundoq bo'lishini o'ylamabdimiz. Biz ularni yo'lib o'tmoqchi bo'ldik, biroq amalsiz qoldik. Hey, avarchilik xili bor ekanda. Mahsulotlarimiz tamamen tugashdi. Hamma yana o't besib ketdi. Biroq eng chong xatar o'tib ketdi. Ta'limimizga xiyman bo'lib qoldi. Men bu yerda qilib sizlarga yordam beray. Nayt yaxshi bo'ldi.
Eliqi başlıq kelgan adam haqida menga yana so'zlab bersanglar qandaq? Meningcha bu iskelet shahning o'yinimiki. Seningcha qandaq qarshi yo'lisi? So'siriz. Vaqtni zoya qilmayli. Xiyman, ordiq tez qayt. Biz barayli davatqan. Nima ish bo'pti? Tez, vaqtni o'tkazma. Biz qo'zg'aldik. Etner padişahlığı namıdan qasam qilamanki, zodin emish bo'ldi. Ishga boshlandi. Bir amal qilaylik. Padişah bilan xonishni topaylik, tez. Zal kendiki o'yinizda. Bu qandaq o'yin? Xiyman, bu yerda. Biz bu yerda. Xiyman, tezroq chorta. Bir odam keldi. Boshliq degan bir odam. O sizlarga urug' berganmidi? Sen qandoq bilasan? Uydagi ishladim, bildim. Tez boshqalarni qutqizaylik. Andi, men bilamanlar. Sen ne görsen? Kuzat qilish uyiga borma. O'rta o'rlay deb qoldi. Dila, tez bo'l. Shundoq kuya gumurlayli deb qoldi. Ular keyni yenishga boshladi. Ay, sana ish bo'lmagandi? Hech ish bo'lmadi. Podshoh qani? Opla, odamlar naqd ketishdi. Bu ishdan ajab to'ydi. Men jah to'ydim. Kaleskar qalasiga boraylik. Bu narsa yana nim bo'lgandi? Bu pilaklar kuchimni qo'ymadi. Asossiz chaqirganimni angladingmi? Biz sana ehtiyojlik. Ular qo'limdan ketdi. Pilaklar chingib ketyapti. Ularni barliq kuchim bilan bu yerga olib kelishim kerak. So'siriz. Sen olam koridori orqali bizni bu yerga olib kelding. Sana ko'p rahmat. Dadam opamlar qani, Dila qani? Ularni mo olib keldingmi? Yo'q, pilaklar bek chirmab ketyapti. Sening sehring qudratli-ku. Shundoq, biroq kuchim yetmayapti. Bu jazman iskelet shahning qilg'ashi. Qanday isbotlaysan? Undan so'ra. Qalb rojik orqali iskelet shah bilan aloqalashib bo'ladi. Ularimiz iskelet shah deydi-ku. Xiyman, bugun Galiskar qalasida zodi nima ish bo'ldi, ha? Yaxshisi o'zing javob ber. Sen bu pilaklarni zodi nima qilding, iskelet shah? Xonish Malinani-chu, yana. Og'zingni yum. Aytqina, sen o pilaklarni nima qilding? Men? Shundoq, ular beshimni aylantirib etdi. Ko'rmadingmi? Bu narsa hammali yerga yamrab ketibdi. Iskelet shah, ularga amal qilammidim? Yana bir chora top. Yo'q, iskelet shah, ularni to'sam bug'dakma. Yaxshi, Xiyman. Buni sen qilmagan bo'lsang, kim qildi? Tez javob ber. Xiyman, ekranga kel. Javob ber. İskelet shah g'oyib bo'ldingmi? To'xta. Sen kim? İsmim İvyosedi. Üzümlük bahçalığının xo'jayini. Bu yer bana taalluq bo'ldi. Sen bolsan oddiy odam, oltin kumush, go'har yoqutlarning hammasi meniki. Yo'q. Qaranglar, o to'smini ustida turdi. Sözünü alala. Ben ve üzümlüklerim uzun yıl uyku dedik. Biz ahır uygandık. Etner bizden. Bu Kaysar üzümlüklerge, bu acayip meyvelerge karanla. To'xta, Maras. Belki biraz şartın vardı. Bu ketdi. Bu beş yo'g'on ko'ktat zodi nemidir? Ya Allah, pilaklar yani geldi. Onu to'xtatishga chora yo'q. Iskelet shah, meni qutqizib ol. Bana yardım qil
ötünüp qalay. Teşirgin, avval özemni qutqizay. Plan tuzishim kerak. Morman, tezlikda e'lon teriga kelib bizni qutqiz. Tez bo'l. Bu yerda Mahmud Çatak, mara shiddat bilan kengayib hamma narsani vayron qilib etdi. Biz taqsanda yordam so'ramoqchidik. Oljidingmi? Hozir o'zimga qarg'idakmi halim yo'q. Skilishcha, agar saqqagan biror qovurgan bo'lsa, bizga yordam ber. Amal yo'q. Bo'ldi qil. Mumkin emas. Hozirgi masala mening qanchalik bardoshlik bera olishimda. Heyman, taslim bo'l. İnsaniyet ve sizlarning sehrinla dunyoga hukmronlik qiladigan kun kelmasga ketdi. Tezroq taslim bo'l. Ham xiyol qilma, men seni chiqqan joyingga kirgizuvdimmi? Çatak, Galiskar qalasiga bak uzun yo'l qo'ydim. Qaraganda masala maraz ekan-da. Shundaq, uning sehri kuchi bo'lgan sira eshiyotidu. So'sir, sen uning qudratini o'lchab chiqqin. To'g'ri, bu pelaklarni tajribxonaga olib berib, tarkibini tahlil qilish kerak. Yaxshi chora, amdamatim dedi. Biroq, marazi hozir nima ish qilayotganda? O'rla! Galiskar bizni kutmoqda. Qaranglar, sizlarning istiqbolinglar mana shu. Sen kalampay, qancha cho'ng bo'lsang bu suv bosilib turadi. Ey biling, to'la baloqlama. Bunda qilaverish foydasiz, eng yaxshisi tinish bo'layli. Xudolar. Jim turma. Bu etnirdi faqat ko'mgan o'simlikkan. Uni nima deydi? Menmi bilmayman. Amsa uning o'sishini qanday to'sqil bo'ldi? Ahvol murakkab. Jazman paytdan foydalanay. Temirigiz, sen nerede? Ben ağanda. Ey, sarangdek turayvermay, kallangni ishlat. Heymanni chaqirayli. Nemish kun chaqiramiz? Bundaq ahvolda uningdan foydalanib bo'ladi. Heymanning menga lozimi yo'q. Balkim men Heymanga lozim bo'laman. To'xta, biz bir-birlab kelaylik. Bu o'simliklarga eng zarur bo'lgan narsa zodi nima? Suv. Ular shiddat bilan o'sganda nihoyat ko'p suv talab qiladi. Marazning to'smig'i bek ko'ngil bo'lishi shunday ekanda? Shundaq, to'sma buzilsa, haliqi o't cho'plar yetarlik suvga erishadi. Albatta shundaq. Biroq biz yana bir oddiy chorani sinab ko'rmadik-da. Ularmi boshqa o'simliklardek bek sovuqda o'smaydi. To'ltish nurini sinab baqsa qanda? Oko, hozir etnirda saqlanayotgan to'ng'iltish nuri yetmaydi-da. Undaqda qor yig'ish kerak. Yani kelib bugun yig'ish kerak. Etnirda qor yig'ish, yana kelib bugun. Bu mumkin emas. Balkim shundaqdir, biroq biz muz taqib berib, cho'ng muzdan birini olib kelib havoda parchalasak qandaq? Buning amali bor. Biz bir necha tarafning kuchini birlashtirib, bu ishni Galiskar qal'asi ustida qilishimiz kerak. Nima uchun? Chunki faqat shu yerda qudrati zo'r bo'ladi. O yer men va Heymanning kuch manbai. Biz faqat shu yerda eng qudratlik. Bo'ladi, Galiskar ustida men muzab kelay. To'xta. Yana bir ish bor. Ikkimizning qudratidan boshqa yana bir kishining qudrati kerak. Yana bir kishi? Sendan boshqa yana kim bor? Sen onu demoqchimi? Shundoq. Etnirda Heyman, men va undan boshqa yana Iskilit Shahmu bor. Men uni chaqiray. Galiskar bilan ittifoq tuzish mumkin emas. Men Galiskarga qadam tashlagandan tortib, hukmron bo'lg'ichi hargiz bunday qilmayman. Heyman, yo'lingizmi? Senin nirvan buzuldimi? Bu bizga lozim. Bilamsan? Biroq sen ko'rmadingmi? Heyman yengildi. Uni haliq o'simliklar vayron qilib etdi. O'zimizni ilisaq qiynab qolamiz. Sal kaynik sürmeymizmi? Ular bizga yalvarsa, vaqti kelganda qimmatimiz oshidi. Biroq mağdurum qolmadi. To'ng'iltish nurini ishiltib bo'lay dedim. Bu hamoqat! Iskilit Shahmu qutqaz. Kechirgin, seni emas, o'zimni o'ylamasam bo'lmaydi. Heyman, sen nerede? Heyman, seni chaqiryapman. Ben do'st sifatida Galiskarga boraman.
Agar İskilitşah Kaliskara gelse onun sehri gücü eşip gidiyordu. Toğra, o ilgirki her qandaq çağdıgıdın güçlük buludu. Bu taz yaman, intan yaman kadarken. Hazır biz düşman emas, belki birliksep tuzduq. Menimce onunla şengil bulmaydı. Oku, başka çağrımız yok. Alem kardorığı tez ba. Ha, sol ördüdü. Hemmimiz tayyor oldu. Böyle itlerdeki batırlar olsun, yakı pusuklar olsun, hemmisi kağık etmeydi. Ben İyosit, hemmi hükümranlık kılman. Oku, sen mişyada kal. Ben bu yerde İskilitşah bilen bille. Hiç yok Oku. Elbet şimdi. Bu tek emdi başlandı. Mustaqqa barama, vaqt to'ysil meni qaytirib kel. Etne, gözümü yuval aç. Tosmu buzuluşka başladı. Hem de ösümlüklerim soğuğu kanılığım oldu. Ondaqda o muzdaq degende, qiyman vazifani tugatgandan keyin Ahırkı paytda biz onu qaytırıp kelimiz. bu qiziq plankan. Agar uni qaytirib kelammisan Alisher, ha? Yo'q! Bo'ldi. Hamma ish bitdi. Agar hisobim to'g'ri bo'lsa, 60 sekunddan keyin muz partisi Galiskarga yetib boradi. So'siz, o'z vazifangni ado qil. Galiskar sehrini ko'rsatsa, mening sehrim senda kuchli bo'ladi. Ahmaq, cho'qim xiymanni chaqirish kerakmi? Qiyman? Yo'q, Galiskar qal'asi mening. Undaqda kayningga qara. Sen meni oldirmoqchiman? Ha? So'siz, ishingni boshla. Olam koridorini to'liq echib atgin. Oxiri echildi. Iskilitcha, turavergin. O nima bo'ldi? Hamma ish joyida. Sen hamon botirlik qilamanli deydigansan. Sen faqat charchimamsan? Qaranglar, muz keldi. Tez cho'qqiga chiq. Vaqtni qo'ldan berishga bo'lmaydi. Sen zodili yomon ish qilishni o'ylamamsan? Sen zodili yaxshi qilishni o'ylamamsan? Hozirmi? Hozir. Ko'pchilik birlashaylik. Oku, senmi? Bizga texmi ko'p kuch kerak. Iskilitcha, gapimni angla. Sehr Hasanni ilgisiga o'ta. O tegish doirasidan tezda olqib o'tib ketadi. Shundaqmi? Agar shunday qilmasang, hammasi tugaydi. Tez bo'l. Angladingmi? Ha? Oppa, yıkılatıdı bu. Bu mümkün emas. Bu benim peslim, benim vaktim. Bırak ben yana kayıp gelemem. Yeni bir pesli var. Şunda, yeni bir pesli var. Yeni bir pesli var. Biz yandık Iskilitcha, birlikte jang qilib, marazni yandık. O'ylab baq, agar birlashsak, insonlar uchun nima degan ko'p yaxshi ishlarni qila olamiz, ha? Xam xiyol qilma, xiyman. Men insonlar uchun emas, faqat o'zim uchun ish qilaman. Oldirma, kunlarning birida etnerning hukmroni bo'laman. Men va do'stlarim bo'lsaqla maqsadga yetolmaysan. Balkim bu qitim bo'lmas. Men yana kelaman. Sözümni esingda tut. Tushunmadim. Iskilitchani ishga yaxshi qilmaydiganda. Oku, ba'zilar shunda qirg'ulatchi ish qiladi. Ular yaxshi yomonni farq etmaydi. Yo'q, men xudo ish qilib qo'ysam yasovul meni o'yga dedi. Biroq Iskilitcha unda qo'l bo'lmaydi. Bilamsan, Oku, bu chora yomon emas-ku. Shundaqmi?
İskelet Şah endi yaman iş qilsa, biz onu mu senin uyunga haydab deyli? Mening uyimga? Yasavolning aytishicha, sening uying bek qalaymiqan ekan. Agar İskelet Şah kirib qolsa, chiqadigan yo'lni topolmay qoladi emasmi? Yaxshi, bo'ladi. Men darhol yig'ishtiray. Yordam berasan. Ha, men bek xo'shal pistek. Bizni saqlama. Bo'lmasa, bek uzun saqlab qolsa. Bugun boshqacha kun bo'ldi. İskelet Şah bilan Xiyman birlikda jang qilib, o'rtaq dushman Marazni yengdi. Ba'zida boshqalar bilan hamkorlashish bak qiyin. Agar boshqalarning fikrini anglasang, boshqalarga hurmat qilsang, ko'z qarashing o'xshash bo'lmasimi, xizmat ishlash ko'p osonlashadi. Kim biladi, balkim sen buningdan natijaga erishishing mumkin.